O'zbekiston milliy jamoasiga yangi bosh murabbiy tayinlanishi masalasi ostida katta muhokama ketmoqda. Unga nisbatan fikrlar ikkiga bo'lingan. Bir tomonda katta nom va PR imkoniyati, ikkinchi tarafda esa tajriba va natijalarning yetishmasligi. Afzal tomonlari haqida gaplashamiz. Katta nom va PR imkoniyati. Fabio Cannavaro jahon chempioni, Juventus va Real Madridda o'ynagan, oltin to'p sohibi. Bu tarixda qolgan yutuqlar. Nom jihatidan u katta qiymatga ega. Buning orqali O'zbekiston jahon matbuotida, insayderlar va nashrlar sahifasida paydo bo'lishi tabiiy. PR nuqtai nazaridan bu plyus. Biroq Marokash uni boshqargan Valid Regragui misoli shundan dalolat beradiki, tabiiy natija sun'iy PRdan ko'ra kuchliroqdir. Ikkinchidan, Osiyoda ish tajribasi. Cannavaro Osiyo futboliga chuqur kirib borgan. Xitoyda Guangzhou Evergrande, Tianjin, Xitoy terma jamoasi, shuningdek Birlashgan Arab Amirligining Al-Ahli klublarida ishlagan. Demak, u ham Sharq ham G'arbiy Osiyo futboli haqida ma'lum ko'nikmaga ega. Endi salbiy jihatlari haqida gapiradigan bo'lsak, murabbiylikda yo'li omadsizroq. Katta futbolchi sifatida tarixda qolgan Cannavaro murabbiylikda shu darajada muvaffaqiyatli emas. Raqamlar shundan dalolat beradi. U boshqargan Dinamo Zagreb 14 ta o'yinda 7 ta g'alabaga erishgan, 2 bor durang qayd etgan, 5 ta mag'lubiyatga uchragan. 7 g'alaba, 5 mag'lubiyat, 2 durang, e'tibor bering. Udinese 6 o'yin, 2 g'alaba, 3 durang, 1 mag'lubiyat. Benevento 17 o'yin, 3 g'alaba, 7 durang, 7 mag'lubiyat. Xitoy terma jamoasi 2 o'yin, 2 mag'lubiyat. Murabbiylikdagi yagona yutug'i Guangzhou Evergrande bilan Xitoy chempionligi, undan oldin Xitoy Super Kubogi, undan oldin Tianjin bilan ikkinchi ligani chempioni bo'lgan. Bundoq o'ylab qarasanglar, uni bu klublarga tayinlanishida faqatgina uni muqaddam futbolchilik paytida erishgan yutuqlari sabab bo'lishi mumkin. Chunki Dinamo Zagrebda 101 kungina ishlagan 3 oy bo'ladimi? 47 kun ishlagan Udinese'da, Benevento'da 136 kun ishlagan. Guangzhou Evergrande'da nimadirlargadir erishibdi-ku desanglar, hozir Xitoy Superligasi mavjud bo'lmagan va Xitoy quyi ligasida o'ynayotgan Guangzhou Evergrande aynan o'sha 2018, 2019, 2020-yillarda Xitoydagi eng zo'r komandalardan biri bo'lgan. Odil Ahmedov davrini eslasanglar, Xitoy chempionligi uchun nafaqat Xitoy chempionligi, balki Osiyo Chempionlar Ligasi g'olibligi uchun Xitoydan 2 nomzod Shanghai SIPG hamda mana shu Guangzhou Evergrande kurash olib borardi. Ya'ni tayyoriga ayyor bo'lib bormaganmi? Bizga kerakmi shunaqa inson? Qisqa vaqt omili, jahon chempionatigacha bo'lgan muddat juda kam qoldi bizga. FIFA kunlari bilan hisoblaganda Cannavaro ixtiyorida bor yo'g'i 30 kungina vaqti bor. Bu vaqt ichida u jamoaga uslub, tizim yoki yangi falsafa berishga ulguradimi? Yo'q. Ming ballomatini olib kelsangiz ham ulgurmaydi. Nima qiladi kelgandan keyin? Eski trener uslubida davom etadi. Undan ko'ra Kapadze yaxshi emasmidi? Kapadze ham uni uslubida davom etayotgan edi-ku. Uchinchidan, mentalitet muammosi. Agar u Vyetnam yoki Gonkongda ish boshlaganida madaniy yaqinlik sabab moslashuvi osonroq kechardi, chunki Xitoy Gonkong bilan Vyetnamga yaqinroq. O'zbekistonda esa mutlaqo boshqa muhit va bu unga qiyinchilik tug'dirishi mumkin. To'rtinchidan, Ufa rejasi va tug'ilajak savollar. Ufa avvaldan xorijlik mutaxassis olib kelishni maqsad qilgan edi. Bentu bilan muzokara qilindi, Bilich bilan qilindi, Yoxim Löw bilan qilindi, Terim bilan qilindi, Ivankovic bilan qilindi.
Ammo vaqt o'tgan sari imkoniyatlar qisqarib, Cannavaro varianti qoldi. Bunda eng muhim savollar: u faqat jahon chempionati uchun olib kelinadimi? Agar natija bo'lmasa, keyin yana Kapadzega qaytishimiz kerak bo'ladimi? Nega UFA rahbariyati mundialdan keyin o'z loyihasi, rejasini bildirmadi? Cannavaro bilan rejalar 1 yillikmi yoki uzoq istiqbolga qaratilganmi? Ortiqcha xavotirlar yuzaga keladi. Kechuvda ot almashtirilmaydi. Savol: UFA Cannavaro bilan qanday kelishuv qiladi va undan nimalarni kutadi? Biz faqat jahon chempionati uchun olib kelyapmizmi? Kechirasiz-ku, Cannavaro sehrgar emaski, Katanets 4 yilda erishgan natijani 1 yildayoq takrorlay olsa, hatto uning uslubini davom ettira oladimi? Chunki bir oyda yangi uslubni joriy eta olmaydi-da. Katanetsning o'zi aytganidek, bu mundialda asosiy maqsad zavq olish va tajriba to'plash bo'ladimi bizda? O'zbekiston milliy terma jamoasida. Chunki birinchi marta chiqyapti-yu, Olimpiadaga birinchi marta chiqib nima qildik? Zavq oldik, marojniy yedik va tajriba to'pladik. Agar natijasiz, sharmandali holatda qaytsak, Cannavaro ketadimi? Ammo yana Kapadzega qaytamizmi? Kapadze hech narsa yo'qotmaydi. U tarixga yozib bo'lindi. Ilk bor jamoani ham Olimpiada, ham jahon chempionatiga olib chiqdi. Uning kelajagi ochiq. Paxtakor eshiklari uni kutyapti. Bo'sh qolsa yana o'rganishda davom etaveradi. Xulosa qilib nima deymiz? Fabio Cannavaro katta nom, katta futbol tarixi. Lekin murabbiy sifatida u hali o'zini ko'rsata olmagan. O'zbekiston uchun uning tayinlanishi PR nuqtai nazaridan zo'r, ammo amaldagi samarasi katta shubha ostida turibdi. Bu qaror strategik rejami yoki vaqtinchalik tajribami?